Hammaga salom do'stlar. Qasoskorlar 5 va Qasoskorlar 6 hozir men uchun eng ko'p kutilayotgan filmlar va bu ikkala film ham Maxfiy urushlar komiksiga asoslangan. Menimcha shu joyda Maxfiy urushlar o'zi nima degan savolga javob olsak yaxshi bo'ladi. Masalan, filmda qanaqa masshtabdagi jang bo'ladi, nechta koinot yo'q qilinadi, nechta qahramon halok bo'ladi va shunga o'xshash. Maxfiy urushlar komiks haqida ma'lumot berish uchun esa men avvaliga Marvel multikoinatining tarixini aytib berishim kerak. Chunki Maxfiy urushlar bu multikoinatning to'liq yo'q qilinishi va qayta yaratilishi. Ha, hammasi vayron bo'ladi va hammasi qayta tiklanadi. Ya'ni Qasoskorlar 5 filmining oxirida hamma koinotlar yo'q qilinadi. 616-olam va undagi yer sayyorasi ham kuyib kul bo'ladi. Hech nima qolmaydi. Tog'lar, o'rmonlar, Misr piramidalari, Eyfel minorasi, Bunyodkor stadioni, Buyuk Xitoy devori, xullas biz bilgan hamma narsa Qasoskorlar 5 filmida yo'q qilinadi. Ammo Qasoskorlar 6 filmida hammasi yana qayta tiklanadi. Komikslarda bu aslida tabiiy holat, chunki bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Men ham qachonlardir xuddi siznikidek kichkina edim. Milliard yil oldin men boshqa dunyodan kelgandim. Galactus bizning multikoinotga tegishli emas. Komiksda Galactus bu avvalgi multikoinotda yashagan olim, ammo o'sha davrda xuddi Maxfiy urushlarga o'xshash falokat yuz bergan va multikoinot to'liq yo'q qilingan. Yo'q, to'liq desak noto'g'ri bo'ladi. Galactus omon qolgan. Tushunyapsiz-a? Multiolam paydo bo'lishidan avval boshqa bitta multiolam bo'lgan. Undan oldin yana bittasi, undan ham oldin yana boshqa multikoinot va hokazo. Umumiy holatda biz bilgan Qasoskorlar yashagan multikoinot bu aslida 7-multikoinot. Unda eng birinchi multikoinot qanaqa bo'lgan? Maksimal darajada zerikarli. Birinchi multikoinotda hech qanaqa super qahramonlar bo'lmagan, hattoki oddiy odamlar ham bo'lmagan. Shunchaki ochiq bo'shliq. Faqatgina celestiallar va abadiyat bo'lgan. Menimcha ko'pchilik abadiyat, o'lim, cheksizlik va boshqa abstrakt mavjudotlarni biladi. Ammo birinchi multikoinotda faqatgina abadiyat bo'lgan. Qolgan abstraktlar hali mavjud emasdi. Shunga yarasha birinchi multikoinot juda kuchsiz va himoyasiz edi. Bir kuni celestiallar ma'lum sababga ko'ra janjallashib qolishgan va birinchi multikoinot to'liq vayron bo'lgan. Keyin esa ikkinchi multikoinot yaratilgan. Bu safar celestiallarga ko'proq erkinlik berilgan va ular ilk hayot shakllarini yarata boshlashgan. Hayot bor joyda esa o'lim ham bo'lishi lozim. Shu sababli ikkinchi abstrakt mavjudot paydo bo'lgan. O'lim. Ha, birinchi multikoinotda o'lim mavjud emasdi, chunki hayot ham mavjud emasdi. Shunday qilib ikkinchi multikoinot birinchidan ancha murakkab va tartibsiz edi. Shu sababli celestiallar o'zlariga yordamchi yaratishni xohlab qolishgan. Shunday qilib ilk beyonderlar paydo bo'lgan. Bilmaganlar uchun beyonderlar bu juda kuchli kosmik mavjudotlar, ularga keyin yana qaytamiz. Ikkinchi multikoinotda o'lim va abadiyat bo'lganligini aytdim. Ammo bu ikkisi hali o'zlarini to'liq anglab yetishmagani uchun bexosdan yana multikoinotni yo'q qilib yuborishgan. Keyin uchinchi multikoinot paydo bo'ldi. U ham ba'zi kamchiliklar sababli yo'q qilindi va to'rtinchi multikoinotga o'z joyini bo'shatdi. Har safar multikoinot yo'q qilinganidan so'ng avvalgidan kuchli qilib qayta yaratilgan. Menimcha buni o'zingiz ham tushundingiz. Abstraktlar borgan sari ko'payib borgan, hayot shakllari rivojlangan va hatto ba'zi super qahramonlar ham paydo bo'la boshlagan. Masalan, 4-multikoinotda mana bunaqa personaj bo'lgan. Hech kimni eslatmayaptimi? Ha, bu Kapitan Amerikaning eng birinchi varianti. Eng sodda prototip. O'zi 4-multikoinotda hamma qahramonlar juda sodda ko'rinishga ega bo'lishgan, chunki multikoinot juda sodda bo'lgan. Masalan, mana bunaqa chiroyli rasm chiza oladigan rassomlar ham o'z faoliyatini mana bunaqa odamchadan boshlashgan. Multikoinot ham xuddi shunday. Oldin personajlar unchalik ko'p detallarga ega bo'lishmagan. Mana endi asosiy voqealarga yaqin keldik. Boya beyonderlar haqida gapirganim yodingizdami? Ular uzoq vaqt celestiallarga foyda keltirishgan, ammo vaqti kelib, ular multikoinotni o'zlari boshqarishni xohlab qolishgan. Beyonderlarni celestiallar yaratgan bo'lsa-da, ma'lum bo'lishicha ular o'z yaratuvchilaridan ancha kuchli. Celestiallar haddan ziyod kuchli yordamchilarni yaratishganidan afsuslanishgan va katta qiyinchilik va abstrakt mavjudotlarning yordami bilan beyonderlarni multikoinotdan chiqarib tashlashgan. Ammo agar bu oq kiyimli bolalar biron kuni qaytib kelishsa, multikoinotni bosib olishlari aniq edi. Shunda celestiallar o'zlari yaratgan baloga qarshi yangi yordamchini yaratmoqchi bo'lishadi. E'tibor bergan bo'lsangiz, celestiallar doim shunday qilishadi. Abadiylar filmida ham ular avval deviantlarni yaratishgandi, keyin esa deviantlarni yo'q qilish uchun abadiylarni, xullas qasqon kallalar o'zlari muammoni yaratib, o'zlari unga yechim topishadi. Beyonderlar qo'shniga qarshi celestiallar nolni yaratishadi. Shu tarzda nol dunyoga keladi. Nolning vazifasi beyonderlar hujum qilgan paytda multikoinotni himoya qilish bo'lgan, ammo nol bu vazifaga tupurgan. Xullas celestiallar yana o'z boshlariga balo yaratishgan, ammo nima bo'lganda ham nol juda kuchli bo'lgan va shu sababli beyonderlar endi multiolamni unchalik oson bosib olisha olmasdi. Bu ham yetmaganidek, 6
multikoinotdagi abadiyat Gallan ismli olimga juda katta kuch bergan va uni 7-multikoinotga Galactus sifatida o'tkazgan. Bu ham multikoinotning xavfsizligi uchun edi. Galactus birinchi marta Beyonderni uchratganida u hech o'ylab o'tirmasdan unga qarshi chiqqan. Albatta Galactus Beyonderlardan ancha kuchsiz edi, ammo ular bilan jang qila olishi mumkin edi. Bundan tashqari o'lim, ya'ni abstrakt o'lim Titan sayyorasidagi bitta juda iqtidorli bolaga juda katta kuch bergan. O'sha bolaning ismi Thanos bo'lgan. Bilmadim taniysizmi yo'qmi? Abadiyat esa o'z navbatida yerli qahramonlarning kuchini oshirishga harakat qilgan. Ularni turli sinovlarga yo'naltirgan va shu tarzda qasoskorlarning kuchi oshib borgan. Ularning hammasi Beyonderlar hujum qilgan paytda multikoinot bu hujumga tayyor turishi uchun, ya'ni kuchli qahramonlar qanchalik ko'p bo'lishsa va o'zaro yaxshi kelishib ishlay olishsa, multikoinot himoyasi mustahkam bo'ladi. Ammo Beyonderlar ham ahmoq emasdi. Ular soxta signallar yordamida hamma Celestiallarni bitta nuqtaga chaqirishadi va hammasini bir vaqtda o'ldirishadi. Celestiallar o'lgan paytda multikoinot biroz muvozanatdan chiqib ketadi va Beyonderlar bundan foydalanib, hamma abstraktlarni va tirik tribunalni ham yengishadi. Tribunal o'lganidan keyin olamlar o'zaro to'qnashishni boshlaydi va hamma personajlar bir-biriga qarshi jang qilishiga to'g'ri keladi. Shunda Beyonderlarni yengadigan hech kim qolmaydi. Mana shunaqa taktika bilan Beyonderlar deyarli g'alaba qozonishgandi, ammo Doktor Doom, Doktor Strange va molekulyar odam yanada yaxshi taktika tuzishgan. Ular multikoinotdagi hamma molekulyar odamlarning kuchini bitta bombaga joylashgan va hamma Beyonderlar bitta joyga to'plangan paytda juda kuchli portlash bilan hammasini yo'q qilishgan. Keyinchalik Doom hamma Beyonderlar va molekulyar odamlarning kuchini birlashtirib, yangi koinotni yaratgan va 8 yil uni boshqargan. Ammo 8 yildan keyin asosiy 616-koinotdan ba'zi qahramonlar omon qolgani ma'lum bo'lgan va ular Doktor Doomning olamini adolatsiz deb hisoblashgan. Eng so'ngida qahramonlar Doomni yengishga muvaffaq bo'lishgan va yangi 8-multikoinotni yaratishgan. 8-multikoinotda biz bilgan hamma qahramonlar mavjud bo'lgan va qo'shimcha yangi qahramonlar ham qo'shilgan. Abstrakt mavjudotlar esa endi 10 tadan ko'p. Yodingizdami? Birinchi multikoinotda faqatgina bitta abstrakt bor edi. Endi ular 10 tadan ko'p. Xullas 8-multikoinot avvalgi multikoinotlardan ancha keng va boy qilib yaratilgan bo'ldi. Komiks haqida eng kerakli joyini aytib bo'ldik. Endi kino olamida bu qanday bo'lishi haqida gaplashamiz. Qasoskorlar 5 filmida tirik tribunal vazifasini Loki bajaryapti. Multikoinot yo'q bo'lishi uchun avvalo Loki o'lishi lozim. O'zi umuman Qasoskorlar 5 filmida qahramonlarning katta qismi halok bo'ladi. Chunki boya aytganimdek, maxfiy urushlarda 616-olamdan juda kamchilik omon qolgan. Hatto Thor ham Qasoskorlar 5 filmida halok bo'lishi mumkin. Shu joyda qanaqasiga Thor o'ladi? Axir Thor 5 filmi ham chiqishi kerak-ku deyishingiz mumkin. Ammo aslida bu muammo emas. Chunki bitta multikoinot yo'q qilinib, yangisi yaratilganida qahramonlar yana qaytadi. Ammo yangi multikoinot doim eskisidan yaxshi bo'lishi lozim. Shunday ekan maxfiy urushlardan keyin Thor yana kuchli holatda qayta tirilishi mumkin. Bundan tashqari Qasoskorlar olamida X odamlar va fantastik turtlik paydo bo'lishadi va albatta ularning hammasi uchun mos dushmanlar topiladi. Masalan, Annihilus va Null va shunga o'xshash yovuzlar. Ular Qasoskorlar 5 filmida ko'pchilik qahramonlar halok bo'lishadi. Qaysilardir qaytadi, ammo hammasi ham emas. Masalan, Qari Magneto va Professor X menimcha qaytmaydi. Bu ularning so'nggi hikoyasi. Ammo Chris Hemsworth katta ehtimol bilan o'z rolida qoladi. Robert Downey Jr. ham maxfiy urushlardan omon chiqadi. Ammo Chris Evans Qasoskorlar 6 filmidan keyin yana Kapitan Amerika bo'ladimi, yo'qmi? Bunisi noma'lum. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozing. Albatta bugungi video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.